Assalomu alaykum do'stlar, hammaga yaxshimisizlar, zo'rmisizlar do'stlar? Do'stlar, mana bu akamizni ko'rib turgan bo'lsanglar agar, bu akamiz hozirda Hindistonda do'stlar, saraton kasali bo'libdi ekan. To'g'risi men ham bu xabarni hammani ham olavermayman, ko'p yolg'on xabarlar chiqib ketadi. O'shaning ham bu akamiz ko'rib, aniqlashtirib, to'g'ri qilib, kakbolayni qilib ko'rib, haqiqatan hozir 2-3 ta ko'rikdan o'tibdi ekan Hindistonda. Bu akamiz asli Qashqadaryolik o'zi, ya'ni Qashqadaryodan hozir ihson yig'ilyapti ekan do'stlar. Kimning agar qo'llaridan kelsa, bir paddishka qilish, yordam qilish, ya'ni Alloh yo'lida do'stlar. Shunchaki men o'zim ozariqqan men ham buni paddishka bo'lsin, insonlar ko'rsin degan maqsadda ozariqqana yetmay turibdi ekan do'stlar. Qo'llaringizdan kelsa, mana pastdan kartalarni tashlayman. Bemalol agar qo'llaringizdan kelsa ozariqqan savob ish qilish. Ya'ni buni mukofoti do'stlar, ya'ni bu hayotda bo'lmasa ham u dunyoda balkida jannatda olishlaringiz mumkin akalar. O'shancha qo'limizdan kelsa yordam qilaylik akalar. Aman bo'laysiz.